O'zbek sporti vakillari shu kunlarda yurtimizda va xorijda tashkil qilinayotgan yirik musobaqalarda ishtirok etib kelishyapti. Sport gimnastikachilarimiz ham respublika chempionatida kuch sinashyapti. Turnir doirasida mutaxassislar munosiblarni asosiy tarkibga saralab olishadi. Sport iqlimidan ko'plab nufuzli bellashuvlar joy olgan bo'lib, ularda yurtimiz sha'nini himoya qiladigan atletlar salohiyati va imkoniyatlari yana bir bor ko'zdan kechirilyapti. Aynan terma jamoamizning xalqaro sport arenasida ushbu mavsumdagi ishtiroki haqida bugun ko'rsatuvimizda. Avval esa Milliy olimpiya qo'mitasi yangiliklari bilan tanishib olamiz. O'zbekiston ilk bor Osiyo Olimpiya Kengashining bosh assambleyasini qabul qiladi. Bu haqda Osiyo Olimpiya Kengashining 45-bosh assambleyasida ma'lum qilindi. Tashkilot bosh direktori Husayn Al-Musallamning bosh assambleyani 2026-yil Toshkent shahrida o'tkazish bo'yicha taklifi yig'ilish ishtirokchilari tomonidan bir ovozdan qo'llab-quvvatlandi. Bu yurtimizda sport va olimpiya harakatiga bo'lgan yuqori e'tibor va xalqaro maydondagi nufuzimizning yana bir bor isbotini tasdiqlaydi. Ma'lumki, bosh assambleya Osiyo Olimpiya Kengashining eng yuqori boshqaruv organi bo'lib, unda qit'amizning 45 mamlakat Milliy olimpiya qo'mitalari vakillari qatnashdi. Assambleyada Osiyo sportiga oid muhim qarorlar, qit'adagi sport siyosati va istiqbolli yo'nalishlar muhokama qilinadi. Eslatib o'tamiz, 2022-yilda Toshkent Osiyo Olimpiya Kengashining ijroiya qo'mitasi yig'ilishiga muvaffaqiyatli mezbonlik qilgan edi. Kolumbiyaning Bogota shahrida qilichbozlikning shpaga yo'nalishi bo'yicha Grand Prix turniri bo'lib o'tdi. Quvonarlisi, unda O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Vadim Anoxin bronza medalni qo'lga kiritdi. Hamyurtimiz saralash bosqichida Isroil, Gonkong, Italiya, Chexiya vakillarini mag'lubiyatga uchratishga erishgan. Biroq yarim finalda qozog'istonlik Ruslan Kurbanovga 14-15 hisobda imkoniyatni boy berdi va musobaqani 3-o'rin bilan yakunladi. Birlashgan Arab Amirliklari davlati mezbonlik qilgan kadetlar o'rtasidagi Taekwondo WT bo'yicha jahon chempionati mamlakatimiz vakillari uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Murosasiz bahslarda hamyurtlarimiz 2 ta oltin va 1 ta bronza medalni qo'lga kiritishdi. Baydarka va kanoichilarimiz Osiyo chempionatida 6 ta medalga ega bo'lishdi. Xitoyning Nanchan shahrida baydarka va kanoida eshkak eshish bo'yicha Osiyo chempionati tashkil etildi. Unda qatnashgan O'zbekiston terma jamoasi 3 ta kumush va yana shuncha bronza medallariga ega chiqdi. Ravshan Mirzayev shogirdlari o'tgan mavsumda xalqaro musobaqalarda munosib ishtirok etishdi. Parij Olimpiadasida erkaklar jamoasi 3 ta litsenziyani naqd qilib, nufuzli bellashuvlar doirasida yurtimiz sha'nini himoya qilishdi. Olimpiadadan so'ng bosh murabbiy shogirdlariga yangi mavsumga katta maqsad va vazifalarni belgilab berdi va sportchilar boshlangan olimpiya siklida o'z mahoratlarini yuqori darajada namoyon etishmoqda. Yangi mavsumni boshladik. Biz hozirda bizda jahon kuboklari bo'lib o'tdi. 6 ta jahon kubogidan 4 tasida qatnashdik va 2 ta bronza medal va 1 ta kumush medallarni qo'lga kiritdik. Ulardan Abdurahimov Rasuljon Antaliyada bo'lib o'tgan jahon kubogida parallel bruslarda kumush medal sohibi bo'ldi va Qohira shahrida parallel brusda bronza medal sohibiga aylandi va Mirvaliyev Abdulaziz Qohira shahrida xuddi shunday faqat tayanib sakrashda bronza medalni qo'lga kiritdi. Bizda hozirda yangi siklda oldin 4 ta jahon kubogidan saralash, olimpiadaga saralash musobaqalari bo'lgan bo'lsa, hozir 6 ta jahon kuboglari bo'ladi. Shuning uchun 6 taga 5 oyda ichida 6 ta jahon kubogi bu juda qiyin. Hammasi ketma-ket bo'ladi. Shunga moslashish uchun bu yil biz 4 ta jahon kubogini tanlab oldik va keyingi yil, undan keyingi yillari o'zi 6 ta jahon kubogiga moslashimiz kerak. Erishgan natijalarimizni har doim yaxshilashga harakat qilamiz va shu ustida ishlaymiz va bor kuchimizni sarflaymiz. Shunga biz agar 3 ta litsenziyani qo'lga kiritgan bo'lsak, bu safar xudo xolasa jamoaviy tayyorlanishga harakat qilamiz va jamoaviy litsenziya qo'lga kiritish uchun bor kuchimizni sarflaymiz.
Hozir bizda O'zbekiston chempionati bo'lib o'tmoqda va bu bizda yana bir saralash vazifasini bajarib beradi, chunki biz oldimizda iyun oyida Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. Shu Osiyo chempionatida biz o'zimizni yana bir jamoaviy tarkibda o'zimizni bir tekshirib olamiz, yangi qonun-qoidalar asosida bir ko'rib olamiz va shunga qarab biz xato kamchiliklar ustida yana ish olib boramiz. Albatta biz yilni Jahon kuboklariga qatnashish bilan boshladik. Bizda Jahon kubogi bo'lib o'tdi. 6 ta Jahon kubogi va hozirda bitta Jahon kubogi bosqichi o'tdi. Jahon kubogida umidli sportchilarimiz o'sha Rasul, Abdulaziz, Ravshan o'sha sportchilarimiz qatnashdi va bizda ikkinchi tarkibimiz jamoaviy musobaqalarda qatnashdi. Va bizda hozir bu yil maqsadimiz shunaqa bo'ldiki, demak aynan o'sha sportchilarimizni bitta yoki ikkita jihoz dasturida o'z bazalarini va ishtiroklarini, elementlarini kuchaytirish imkoniyati bo'ldi. Jamoaviy bahsda qatnashganlar esa ko'p kurash dasturida o'z bazalarini o'sha eng yaxshi darajagacha olib chiqishga imkoniyat bo'ldi. Albatta hozirgi sport formalari sportchilarimizni yaxshiroq. Biz oliy darajagacha chiqishimizga hali ishonaman. Biz to'g'ri aynan qaysidir maqsadimizni qilgandirmiz bu yilga, lekin bizda keyingi yilda, unga keyingi yilga juda katta maqsadlarimiz bor va sportchilarimiz hali oliy o'sha sport formasigacha va juda katta o'sha sport darajasigacha chiqishiga ishonaman. Terma jamoa sardori Rasuljon Abdurahimov faoliyatidagi 3-olimpiadasiga nafaqat yakkalik bahslarda litsenziyani qo'lga kiritish, balki bu safar jamoaviy yo'llanmaga ega chiqishlikni qat'iy maqsad qilib qo'ygan. Rasuljon uchun ham mavsum muvaffaqiyatli boshlandi. Avvaliga Abdurahimov Antaliya mezbonlik qilgan Jahon kubogi bosqichida kumush medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, o'tgan oyning so'nggi kunlari Misrda tashkil qilingan Jahon kubogining navbatdagi bosqich musobaqalarida Abdurahimov 20 ta davlatdan tashrif yurgan atletlar bilan munosib kurash olib borib, O'zbekiston terma jamoasi hisobiga bronza medalni yozib qo'ydi. Mavsumda boshlanganda hamma sportchining rejasi tuziladi, o'zi nimada maqsadi bo'ladi. Biz ham shu maqsadimiz bo'lgan Jahon kubogi musobaqalaridan boshladik. Jahon kubogidan har bittasida deyarli medal oldik va shaxsan men 2 ta medal bilan tugatdim Jahon kubogida. Mana sheriklarimiz ham bolalar yaqinda Jahon kubogidan qaytishdi. Ular ham 3 ta bronza bilan qaytib, yaxshi natija ko'rsatib kelishdi. Hozir mehnat qiladigan paytda hozir faqat kombinatsiyalarni kuchaytirib, stabillashtirishimiz kerak elementlarimizni. Keyingi yil ancha jiddiyroq qaraladi musobaqalarga. O'zim hozir yaxshi his qilyapman. Musobaqalardan keyin, ancha musobaqadan o'tgandan keyin ancha formaga kirib oldim va mana hozir yana musobaqaga Osiyo chempionatiga yana 3 hafta qoladigan bo'lsa, yana o'sha musobaqaga o'zimizni to'g'rilab, formani tiklab, pik holatda borishga harakat qilyapmiz. Har bitta bo'ladigan musobaqa, har bitta chiqadigan musobaqa men uchun muhim. Chunki meni yoshim 29 ga to'laman. Bu sikl menga har bitta musobaqa, har bitta chiqish juda ham muhim. Jamoa uchun ham va albatta o'sha Osiyo o'yinlarida bizda medal bo'lmagan, Osiyo o'yinlariga ham biz medal uchun boramiz, xudo xolasa, va Olimpiada o'yinlariga ham jamoaviy borish niyatimiz shu. Yurtimiz vakillari sport gimnastikasi bo'yicha World Challenge Cup musobaqasining birinchi bosqichini muvaffaqiyatli boshlab, 2 ta bronza medalni qo'lga kiritishdi. Musobaqa Varna shahrida bo'lib o'tdi va ushbu bellashuvlar shu yili Jakartada rejalashtirilgan dunyo birinchiligi oldidan Jahon Challenge kubogining 5 bosqichini ochib berdi. Nufuzli turnirda O'zbekiston sharafini Abdulla Azimov, Habibullo Ergashev va O'tkirbek Jo'rayevlar himoya qilishdi. Abdulla Azimovga omad kulib boqdi va sportchimiz bronza medaliga sazovor bo'ldi. Bolgariya shahrida bo'ldi, Varnada. Musobaqaga, bunaqa katta musobaqaga
ancha bo'ladi chiqmaganimga Olimpiadadan keyin. Endi sal qiynaldik, hayajon bosdi. Yaxshi sportchilar kelishdi. Endi Qozog'istondan, Vyetnam, ko'p shahardan bo'ldi. Oldimizda keyingi oy bo'lib o'tadigan Osiyo chempionati Koreyada o'tadi. O'shanga yaxshilab tayyorlanib, xohlasa bayrog'imizni balandga ko'tarishga harakat qilamiz. Raqiblarni ko'pchiligini taniyman. Ular ham yaxshi tayyorlanib, katta musobaqaligi uchun yaxshi tayyorlanib kelishadi. Hozir oddasdagida ko'proq shug'ullanaman. Jamoadoshlarimuz yaxshi harakat qilishyapti. Yaxshi tayyorlanib, xohlasa yaxshi chiqishga harakat qilamiz. Parij Olimpiadasi ishtirokchisi Habibullo Ergashev ham gilamda puxta tayyorgarligi va mahoratini namoyish etib, bronza medalini qo'lga kiritdi. Ushbu bellashuvlarning keyingi bosqichlari may oyining so'nggi haftasida Sloveniyada, iyunda poytaxtimiz Toshkentda, kuz boshida esa Parijda davom etadi va sentyabr oxirida Vengriyada yakunlanadi. Eslatib o'tamiz, medallardan tashqari World Challenge Cup ishtirokchilari reyting ochkolari uchun kurash olib boradilar. Jamoaviy musobaqalarda qatnashdim 2 barobar. Birinchisi Germaniya davlatida Stuttgart shahrida bo'lib o'tgan DTB Pol Cup'da qatnashdim. Ikkinchisi o'sha Lyuksemburgda xalqaro turnir bo'lib o'tdi. Shu yoqda qatnashdim. Uchinchisi shu Jahon Kubogi bo'ldi. Stuttgartda jamoaviy 5-o'rin bo'ldik. Bu yangi siklda juda ham yaxshi deb o'ylayman, chunki juda nima desa bo'ladi, kuchli komandalar bor edi. Biz oldimizda Yaponiya, Amerika, Buyuk Britaniya shunaqa komandalar bor edi. O'sha yerda 5-o'rin bo'ldik. Lyuksemburgda yaxshi qatnashdik. Lyuksemburgda 2-o'rin bo'ldik. Belgiya jamoasiga 1-o'rinda boy berdik. 2-o'rin bo'ldik. Jamoaviy o'zimizni yo'nalishlarimiz, o'zimiz snaryadlarimizda hammamiz muvaffaqiyatli o'yinlarni oldik. Hamma narsada jamoaviy harakat qilishga maqsad qilganmiz. Maqsad chunki 2024-yil Parij Olimpiadasiga jamoaviy qo'l kiritolmaganmiz. O'shanga maqsadimiz bor. 2028ga jamoaviy Olimpiadada qatnashish. Nafaqat qatnashish, faqat balkim o'yinlar olish. Jahon Kubogining har bir bosqichi termamiz uchun katta ahamiyatga ega albatta. Shunday yirik musobaqalarning biri Qohirada o'tkazildi. Tayanib sakrash mashqining finalida gimnastikachimiz Abdulaziz Mirvaliyev 14,116 ball bilan bronza medalini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Sportchi muvaffaqiyatli ishtirokidan mamnun. Oldinda esa bundanda katta startlar borligi haqida ta'kidlab o'tdi. Men uchun juda zo'r boshlandi bu mavsum. Aprel oyida Misr davlatining Kayro shahrida bo'lib o'tgan Jahon Kubogida 3-o'rinni oldim. Oldimizda Osiyo chempionati turibdi. Jamoaviy harakat qilishimiz kerak, jamoaviy medal olish uchun. Keyin jahon chempionatlariga harakat qilishni boshlaymiz. Jamoamiz 100% tayyor, xudo xolasa. Osiyo chempionatiga jamoa hali ham o'sha o'sish ancha bor. Xudo xolasa Osiyo chempionati bilan jahon chempionatida xursand qilishga harakat qilamiz. Mirzayev asosiy tarkibga o'zgartirish kiritmagan bo'lsa-da, jamoaga yosh, salohiyatli sportchilarni jalb qilgan. Olimpiya mavsumida ular kerakli tajriba orttirib, 4 yillikning asosiy bellashuvlari litsenziyalarini qo'lga kiritishlari muhim vazifa qilib belgilab berilgan va bunday imkoniyatni yoshlar albatta qo'ldan boy bermaslik uchun astoydil harakat qilishadi. Asosiy tarkib 5 kishidan iborat bo'lsa, bizda hozir 8 kishi shu 5 ta o'ringa musobaqalashyapti. Chunki biz Jahon Kuboklarida agar o'tgan bo'lsak, mana Kamiljonov Ravshan Jahon Kuboklarida ishtirok etdi va o'zini sinab ko'rdi. Biz uni ko'rib chiqib, jamoaga saralashdi. Shuni bir Jahon Kubogi orqali bir ko'rib chiqdik. Bizda hozir O'zbekiston chempionati bo'lib o'tyapti. Bu yoqda ham Kamiljonov Ravshan, Azamov Asadbek, Islomov Humoyun hamma sportchilar o'z o'rnini jamoada topish uchun kurash olib borishadi. Этот год для меня начался. Bu yil ham biz nufuzli turnirlarda ishtirok etib kelyapmiz. Xalqaro musobaqalarda tajribaga ega bo'layapmiz. Juda kuchli raqiblar bilan to'qnash kelayotganimizda albatta
hayajonni his etamiz, ammo bu faqat yaxshilikka deb hisoblayman. Sababi musobaqalar davomida o'zimizga, imkoniyatlarimizga bo'lgan ishonch yanada ortadi. Agar sportchi a'lo darajada tayyorgarlik ko'rsa-yu uni hayajon bossa, u ko'zlagan maqsadiga yeta olmaydi. Shuning uchun ham biz uchun nafaqat jismoniy, balki ruhiy tayyorgarlik ham katta ahamiyatga ega. Menga ishonch bildirilgan, uni albatta oqlashim kerak. Avvalo muhim qit'aviy startlarda terma jamoamiz tarkibida ishtirok etishga munosibligimni isbotlab berishim shart. Buning uchun barcha imkoniyatlarimdan foydalanyapman. Hozirda O'zbekiston chempionati bahslarida ishtirok etyapmiz. Mutaxassislar bizning imkoniyatlarimizni ko'zdan kechirib borishyapti. Ishonamanki, albatta eng munosiblar shohsupadan joy egallashadi. Ta'kidlash joiz, qit'aviy musobaqalarda yigitlarimiz jiddiy raqobatga duch kelib, uni yengish uchun maksimal harakat qilishadi. Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqa ko'plab kuchli jamoalar vakillari qatorida shohsupadan joy egallashga imkon qadar harakat qilib, vazifalarini uddalab kelishyapti. Bizda Osiyoda gimnastika juda kuchli rivojlangan. Shuning uchun shunaqa davlatlar bor, Xitoy, Yaponiya, Koreya davlatlari va shular qatorida ham biz ham kurash olib boryapmiz. O'tgan Osiyo chempionatida bizni jamoamiz 2-o'rinni qo'lga kiritgandi. Shuning uchun bu Osiyo chempionatida harakat qilamiz. O'rin egallashga imkon darajasida bizning vazifalarimizdan biri bu Osiyo chempionatida asosiysi jamoaviy, keyin individual dasturlardan hammasidan medal olish, chunki Mirvaliyev Abdulaziz 2023-yil, 24-yillarda Osiyo sovrindori bo'lgan, 3 karra Osiyo sovrindori Abdurahimov Rasuljon, Azimov Abdulla, Ergashev Habibullo va Jo'rayev O'tkirbeklar hammasi Osiyoda sovrindor bo'lishgan. Shuning uchun bizni vazifamiz shu natijalarimizni yanada yaxshilash. Bizni terma jamoamiz Osiyo chempionatiga tayyor. Ana o'sha yangi bolalar, yosh bolalarni sinab ko'rib, jamoa qanaqa shakllanadi, yana yangi bolalar bilan ana shuni tekshirib ko'rdik. Bolalar ham ancha kuchli, ancha ishlab kelishyapti. Orqamizdan ular ham bizdan kam joyi yo'q, kuchsiz joyi yo'q, mehnat qilishyapti. Jahon chempionatida ham, Olimpiada o'yinlarida ham medal uchun kurashadigan ikkita jamoa bor. Bu Xitoy, Yaponiya doim uchtalikda bo'lib kelgan. O'shaning uchun undan tashqari Janubiy Koreya bor, Qozog'iston bor kuchli. O'z-o'zidan Osiyo chempionati ham ancha kuchli o'tadi. Biz da'vogarligimizni o'tgan mavsum isbotladik. Biz da'vogarmiz uchtalikka kirish uchun. Bu mavsumda mana Jahon kuboklari tugagandan keyin Osiyo chempionati hozir jamoaviy medal qo'lga kiritish va Jahon chempionatiga bizda saralash bo'ladi. Manimcha saralash bo'ladi, chunki bu Jahon chempionatiga jamoaviy borishimiz hali aniq emas. Jamoaviy bormaydigan bo'lsak, bu degani 3 ta sportchi boradi xolos. Va aynan shu uchun saralash bo'lib o'tadi. O'sha saralashdan o'tib Jahon chempionatiga tushib, o'sha yerda medalga harakat qilish. Yangi Olimpiya mavsumida tabiiyki atletlarning dasturlari xalqaro qoidalaridagi o'zgartirishlar asosida tuzilgan bo'lib, bosh murabbiyning so'zlariga qaraganda ularga moslashish sportchilarga qiyinchilik tug'dirmadi. Bizda asosiy o'zgargan qonun qoidalar bu sportchilarda elementlarini sakrab tushish elementlari qiyinlashganligi sababli biz hozir butunlay o'zimizni sportchilarda, snaryadlarda hamma dasturlardagi o'zini shu mashqlarni kombinatsiyalarini ko'rib chiqib, shu yangi qonun qoida asosida tayyorlanishni boshladik. Qoidalar murakkablashgan, lekin qaysi tomondan individual yondashadigan bo'lsak, qaysidir sportchiga juda oson tarzda bu kechib o'tdi, qaysidir sportchiga sal qiyinroq. Shuning uchun biz jamoaviy tayyorlanayotganimiz uchun biz shuni bir muvozanatda saqlagan holda shu sportchilarni boshqatdan biz saralab olishga harakat qilyapmiz. Bizda yaxshi tarkib ishlaydi. Terma jamoamizda yaxshi trenerlar, yaxshi sudyalar va yaxshi sportchilarimiz bor. O'shani hisobiga bizda qiyinchilik bo'lmadi, chunki juda ham malakali trenerlarimiz bor, murabbiylarimiz bor. O'shalar bilan kelishib ishlangan holda qilinadi albatta hammasi. O'shaning uchun unaqa qiyinchilik tug'dirmadi. Xudoga shukr yaxshi natijalarga erishdik. Hozir oldinda Osiyo chempionatida jamoaviy tarkibga ko'p urg'u beryapmiz, chunki bizda 2028 Olimpiya o'yinlariga jamoaviy yo'llanma olishga maqsad qilganmiz.
Hozirda har bir atlet o'z dasturlari ustida puxta tayyorgarlik olib boryapti. Muhimi, mahoratni mukammal tarzda charxlab, kelgusi turnirlarda bor salohiyatni yuqori darajada namoyon etish albatta. Qiyinlashtirib qo'yishgan. Endi oldin qilishni bilmagan narsani ozgincha yengilroq narsa bilan ham yopib ketsa bo'lardi. Hozir sal qiyinlashtirib qo'yishgan. O'shanga ko'proq harakat qilishga imkon qadar harakat qilamiz. Yangi qoidalar bo'yicha kombinatsiyalar tuzyapmiz murabbiylar bilan. Hozirda ko'p narsalar biz qilmoqchi bo'lgan elementlar murakkab. Biz qilayotgan elementlar ko'p narsasi koeffitsiyenti tushgan. O'sha endi kombinatsiyalarimizni qiyinlashtirish usullarini murabbiylar bilan o'ylab chiqyapmiz. Shaxsan menga boshida tushunarsiz, qiyinroq bo'ladi deb o'ylagandim, lekin eski qoidalar bo'yicha, yangi qoidalar bo'yicha ham qaysidir ma'noda maqsadingiz ishingiz bitta chiqib bajarishingiz kerak shu. Lekin unaqa qiyinchiligi yo'q. Albatta sal noqulayliklar bo'ldi boshida. Lekin unaqa katta rol o'ynamadi. Eski qoidalar bo'yicha biz 10 ta element bilan kombinatsiya tuzgan bo'lsak, hozir 2 ta kam 8 ta element bilan kombinatsiya tuzishimiz kerak. O'z-o'zidan o'zgaradi va qayerdadir o'zgartirish, qaysidir elementlarda o'zgartirish, yana ham ko'tarib tayyor bo'lib olish kerak shu. Terma jamoaning maqsadi aniq. Los-Anjeles Olimpiadasiga jamoaviy mashqda litsenziyalarni qo'lga kiritish. Yirik musobaqalarga hali vaqt bordek tuyulsa-da, aynan shu oldindagi 3 yil davomida maksimal ravishda harakat qilishimiz shart. O'ylaymizki, Ravshan Mirzayev shogirdlari ushbu mavsumda ham niyatlariga albatta yetishadi. Ular buni ko'p bora isbotlashgan.